Bugun biz telefonimizni xotirasini maksimal darajada tozalashni o'rganib olamiz. Demak, videoni boshlaymiz. Telefonimizdan provodnikka kiramiz va bu yerdan hozir sizga ko'rsatayotgan shu 3 ta chiziqchani bosamiz. Bu yerda nastroykaga kiramiz. Bu albatta Mi telefonida. Agar sizda boshqa telefon bo'lsa, misol uchun Samsung yoki boshqa kompaniyalar ishlab chiqargan telefon bo'lsa, albatta shu "Показать скрытые файли" degan yozuvni topishingiz kerak. O'zingiz qidirib, где-то shu funksiyalarini ochsangiz shunaqa joyi bo'ladi albatta. Endi biz "Показать скрытые" faylini yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yashirin fayllarni ochamiz. Endi qaytib turib, bu yerdan MIUI degan papkamizni topamiz va unga kiramiz. Bu yerdan Gallery degan papkamizni topamiz va unga kiramiz. Bu yerda Cloud degan papkamiz bor, shunga kiramiz va shu yerda Cache va Trashmin degan papkalarimiz bor. Mana shu papkalarda biz oldin o'chirib olgan qo'shiq deymizmi, video deymizmi, rasm deymizmi, hammasi shu yerda joylashgan bo'ladi. Biz lekin buni bilmaymiz, xolos. Shularni siz o'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ikkala papkani o'chirsangiz, sizda anchadan beri bu papkani tozalamagan bo'lsangiz, ko'pgina joy sizda bo'sh edi. Bu aniq. Bularni o'chiramiz. Endi ketdik. Qaytamiz orqaga va qaytganimizdan keyin mana shu yerda Cache degan papkalar bor. Mana Cache shu papkalarni ham o'chirib yuboramiz. Qaytamiz va bu yerdan messenjerlarimizni papkasiga kiramiz. Misol uchun Telegramga kiramiz. Mana shu papkalarni ham har bittasini o'chirib chiqamiz. Qo'rqmang, hozirgi papkalar o'chib ketgandan keyin yana o'zi savzat bo'lib qoladi avtomatik. Bu sizga hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Endi mana shu yerda bitta eslatma, agar siz o'qituvchi yoki bir tashkilotda ishlasangiz, sizda dokumentlaringiz Telegramdan kelgan bo'lsa, misol uchun mana bu Telegram Documents degan papkani qoldirishingiz mumkin. O'chiramiz va bizda telefonimiz xotirasi ancha tozalandi. Bitta eslatma, men hozir hamma papkalarni qidirib o'tirmayman. Mana shu sizda agar messenjerlar ko'p bo'lsa, o'sha messenjerlarning ichiga kirib, papkasining ichiga kirib shu joydan topib, Cache degan fayllarini va Thumbnails degan fayllarni o'chirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda ham sizda anchagina joy bo'shaydi.